bizga Uyg'urlardagi krizis nima desa, subyektivlik kuchliq. Hammamiz bir olim bo'layotgan gap. Mesela bir bilimlik bilan chala bilimlikni nayt oddiy o'qishib beray. Bir bilimlik adam yanchiq 10 narsa selib olib, sizlar birini ko'rsatdi. Şanalıma big zo'lisanglar, yo'qda. Tugidi mushunchalik bilaman deb qo'yib, yomon zo'lib etsang ikkinchisi ko'rsatib qo'ydi. Bilimsiz bo'lsa yanchiq bir narsa bor, 10 qitim ko'rsatdi. Ko'rding mana? Ha ko'rsa? Unda ko'rdingmi, men yoqqa to'g'lab. Unda ko'rdingmi? Bir narsani piqirib 10. Mana shunday. Shuna bizlar avval so'zlashdan burun anglash, yezishdan burun o'qish kerak. Men buni bek duch kelgan. Men ba'zi narsalarni o'ylab, kechlar oyojonim qo'pab ketib, yo men dunyoga dangliq bir nazariyani deb chiqdim desam, 1000 yil burun birisi deb qo'ygan. 8 yil burun birisi deb qo'ygan. Nurg'un qatim ishlab ketdim men. Shunda qo'shlab qo'pab ketaman, men shuni e'lon qilaman deb. Shunda hadis topdim ko'rsam, 9 yil ilgari Sokratning navrilarimi, pavrilarimi deb bo'lib turgandim. Bunun gamdını men deysem bo'lmaydi. Nim deymanda? To'xta. Men baka o'ylayim demay. Ugunay. Aysan hammasini o'qib bulab, yan izlab, uni demaganni bir o'ylay. Degan mush xiyol kelib qoldi. Men biz Uyg'urlarda ham shunda bir ishlar comment. Subyektiv hissiyat deymiz buni. Shu ma'lum narsalarga bir xil. Shu ochiq o'zim degan nimasi shunda. Antillab, untillabla, üzdikeli xohishlarni. Ammo ba'zi odamlarda numus, masalan, ayollarda xizmat o'rni bo'lsin yoki otiqayli yolg'on kulish pek chiq. Washington universitetida maxsus bu to'g'ri tajriba bo'ldi. Yolg'on kulish amaliyotda ashuna biyaramlikni nechasi kuchaytirdi. Hamda ko'l yerim bo'lash degan bu gunoh emas. Qo'rqash gunoh emas. Hozir odamlar qo'rqashni numus qildigan, jiddiylashganligini numus qildigan, ko'l yerim bo'lashni numus qilganda nazardan. Oliy maktabda musobaqa o'tkazib inglizcha 2-chi ulab qolgandim men. Sayf mundaqalaqa, nim qildi? Ko'nglingiz yerim bo'ldimi dedi. Yerim bo'ldi dedim. Yerim bo'ldi, yerim bo'lmamdi. Sen meyran qildinglar. Hanzu yo'ldoshdi. Dedi. Yerim bo'lmamdi 2-chi ulab qilyapsam men. Yerim bo'ldi. Ammo men taqab tura olmayman bunga. Ma'zurlik bir programlarimiz var, şatlık şernas deyilgan. Ko'nglingiz yerim bo'lmas? Yo'q, to'siq birinchi biz shu men shunda men tushundim. Men bexushal. Onu chiroyi qarasanglar, eli kunusman nimalar mayakka mishib ketgan, yig'lash az qoldilar. Mayadagi nimalar yo'q. Madad. O ko'nglim yerim bo'lsin bo'ldi ham demasa. Men qattiq kallam o'tmaydi. Ko'nglim yerim bo'ldi. Men birinchi yil chiqqan, 3-chi yil qopdim. Shunda biyaram bo'lib ketmadim desa, nim bo'ldi mesela. Biz xo'sh bo'lamiz. Ashunda bir samimiyatning aning kuchliqlik qilib chiqib turibdi. Kuchliqlik. Uni deyilmayotgan gapda u. Nimaning kim bor edi u? Qopdim ismini. Bir faylasuf bor. Faylasuf ketib berib, bir shahzoda bilan uchrashib qilib, "Sen kim?" desa, "Ya shahzoda avval javob berdi. Men shahzoda Aleksandr bo'lma. Sen kim?" "Men Ishtiyago" deb aytgan. Anındaki kuchliq bir xilliqqa ro'y ustunlik o. So'tamsan nimaga o? Ro'y ustunlik. O'tgandimi? Mendaq qaraliqqa nim bo'lib qoldi. Maslahat chay. Bu yerda o'tirib, hech kim tomoq yemaydi bu yerda o'tirib olib. O'tirib olib. Beshin o'ynab o'tirib ketdim. Kirib ko'zni olib, shunday biliq bor ekan. O'rnim jiroqqa bu yerga. Putlarimni suvzab turib oldim mana. Sammat chapinimni ham jiyatib ketdim. Elib qisam bir bala, qo'lchilik bir bala. Chaq-chaq qilman deb. Elongodash elong mindal ko'taran deblam, yo'g'on ko'tayib qo'yman. To'namayma bu musulni jiqlarnamda, ash ballam tunayman. Maqo deblam uni endi qo'yib, uni yap, mayadi biraliqa. Nimbaken
Qunaqti qilinganligi. Bizim ağımda qunaq mı yapsam? Aşın munda qılıplam, beşim tıkıplıydım. Munda isem, məmimiz qaraydı. Məmdə işte xuyum ba mənim. Kapınmağla, deplim munda yep ketdim. Sen meyli qılın küzde pul tiyip kettin mi? Saran keldi dedi min o. Neymi oldu sen? Menin bir xil nimamda nisbatan ro'y erkinlikim bor deb qarayman. Jiq odamlar bu xil ro'y erkinlik topolmagan siri yolg'on so'zlab. Ayollar dedim-ku, yolg'on kulish ajoyib jiq hujayni o'tiribdi. Depli kilidi. Uning qalbi nurg'un jarohat bor. Qanday biz bekbektinden sen üç katın çıktık. Bu da kençek çıkımız. Yoluşumdan pasport çıkıp, Türkiye, İstanbul'a varman. Andın Afganistan berip, biz mana şundak ballarımız yaxşı esliydi. Diplom şuda kudu. Ama o bir hata işte var. Onu deyişinin nima işte, onda kıyısım nima boptu ameliyatda, keşte onu yoldaş doktoruna uruvatkan. Taktımay. O ko'nglim yerimiz, men nurga ayollik dedim. Boptu yolcunuz uğan bolsa sınıqa taqmaz. Yüzünüzü kökətilib çıqıveram. Men nima bo'ldi mesela? Men qat'iy tushunamayman da buni. U bir jankesh usulicha yo'ldashing ona. U nomus qilgan yerda emas. O'tganda shunda darsda qilsam, zukamlab qopdim qilib manqam qilib ketdi. Qoldi-ku odam. Men qisamlam taqqa chiqolmagan. Mening ham tug'minkasim nomus qilaman-da. Kitobni elib tutib oldim menda qilib. Da tutib 60-70 jiqadam va. Tutib oldim. Dal etib sotdim moyak qimında ulab qoldi va. Shilimish qanday bo'ldi-ku moyak qilan. Munda chiqdi, shunda mangdim. Ma'zam onday o'tirgan qizol ko'rib qoldi buni. Ko'rib qoldi-ku onday yerda yondim. Dal qarışıp kaldık mı? Deplam gözlerimi Oğlu dedi köyüm sen buldu dedi. Men bu dedim köyümüz oğlu dep şikimiz na bir aram ben şu. Hem küleydiyse muallimi. Külmeydiyse bu külükünü besi düşün acayip hem çişlinek ince akımız olmaz. O iş bir aram men çıkettim. Yüzlerimi şuyup tazlap oyludum. Toxta. Bu men demiş muskılım bakalım. Bu mamdı bir mingin soyuqlıqı. Zukam bo'lgan ekan, anda bo'ladigan gap. Bu nima nomus qilaman? Deb so'nglan, na zo'r g'ayrat bilan kirib oshqis qolsam degan munda o'shab ketdik. Yo'li meni ko'rsa, hamda shu kuni men anda chiqsam oshqis dars yemaydi buni ekan. To'xta. Deydi buni men. Deb ballam shunda bayatdan men qamchi ketgan. Dışarıya kırıp telek kaptalar. Men tüven koydum o yap. Örme taşıdı. Da örme taşıdı. Çünkü neymiş kalsa? Bir sümeye onu yalgan sözümü de. Ben numus kıldıqamış mı o? Ekip durdu. Arkandak bir adamın ömür bir şirketim çukum aşımda bunu da. Çıkıp kalıdı. Ya men azaldım bunumlu kılmam. Bunda cürem dıkanda bunum çıkıp kalmışsın. Mümkün mü? O adam da bunu dıkanmaz. Bunu numus kılmayayım sen. Nomus qilmayman. O'tgandan bir bola izlab keldi. Jenim ma'lum, men siz qancha pul desangiz bering, mening qanday puraydiganligim deb bering deb. Endi jurisa, sen yig'lab ketdi bu bola. Nima bo'ldi sen? Menda nag vasam bolla buni tutib qochdi, men bir qanday puratim desam, yo'q deb qo'yib ketdi. 3 yil bo'ldi men bunda yashadim. Bu pulni bermayman, men propagandasini. Oyunda qaşqı deksen bir ya, morfin puramsa, ya çimilk satas puramsa bir propagay. Sen şu koltuk puraydı ki. Koltuk puraydı ki, sen rahmet men deb yig'lab etdilik bola. Hech kim depamni tanıngan. Shunning yağı. Rahmet jenim men bexoshlab ketdim, bo'ldim deb hozir yaxshi yapsiz keksan. O'qadi-da darsda. Shunday yaxshi. O bir adam deprenmagan gapda ani. Bu psixik yaxshi bola ekanda, mana shu ko'tarapni qilib davolas bu saqays bo'ldi. Saqaydamdi. Mushundaq masalalardi bundan. Bundaq narsalarda laqama dedik, mas prinsipchiman bek ushaq chek kishi qilmasi bo'ldi. Numus qilmamsa deb.
Bayatın degende jamen deyishdimi, qo'rqab qiz balla. O'tgan topshiriq berdim psixik sinfimga. Sizlar ekran kelib kelsizlar, bir qiz balla do'stingni tatidi, siz shu jiq qadam bayada ashqan qo'paplam, jamen deb to'laysizlar. Desam, ishlab ketdi bir qismi bahana topdi. Ya, bu ishni misololmaydi. Deb topshiriq berdim qiz balla. Ishim bo'lmaydi millatda. Dedim siz muşuna qiysa almasan nim bo'ladi? Tasavvur qildi da, jamen desam, atrofga odamni ko'rib qolsa, menimiz taqalsa, shunlar hammada meni jamen olmasa, men oshpaq desa, meni hech kim olmasa andim. O, men dedim, siz jamen deb qo'ygan hech kim olmasa, men olaysizmi dedim. Andal dedim ga. Açtı peyle, jamen yetkin mavo mancha kuni, olmaymiz desa, mana, ma'luma. Deyvetdim. Bunu nima qilishmas qilmam. Kichik vaqtimizda shunda bir og'inimizning tog'i suylab ketib, ashuna uyga bordik. Kichik vaqtimizda ham to'liq bardik, to'liq shikkidik vaqtlar. Ammo hammamizdan paypiq tushganda, kepinchimizning. Ammo bir-birimizni yushirbatimiz buni. Men keyin bildim. Men o'zimga yanda paypiqimni tushlam ekanligi. Shundan meni bilan amalim bor buncha. Paypiqimda tatib oldilar. Ma ikki barmoq tiqib yetmamdi buni. Ben de qilib olaman. Pichetmanga berdi-da. Shuni ular andali qilib, bizmi qiliblam. Indalam qiliblam. Chazan qurib o'tirib oldim. Indali o'tirib oldim. Shunlar o'tirib, pula nima qildi deylar. Qiroat deb birsa, ash bizni chalib chiqib birsa o'qidi. Am yanso qiratsam, yelimdimi bir sonda qilyapti debsini. Mama mentalida umanda qilyapti. Oyada shig'zarlatdi. Ular odat. Menga bir jin chidi demdi. U chaqda tutib anda. Men degan qolsam, olim o'xshash. Onun silga 20 men bilan o'xshash. Unda turibdi. Endi. Men bir kulib ketdim. Qitsabdi men pat qildi. Oyat shig'latdi, men borang churon kulgan. Ela ulan bo'lganligim, tag'isdan ayolim kulib ketdim. Roman kulib ketmagan gap. Shaytonda hamma shu. Yamam ko'p ketmadimda, o'ylab ketganda kendimda. O'ncholar qayg'urib ketsak bo'ldi, o'ylab ketdim, o'ylab ketdi. Unda qayg'urib ketish hojat yo'q. Kulkulanchi ketsin bo'ladi. Deb. Haqiqiy psixik sog'lom bo'lsa-da, qabul qilish bo'ladi o'ylam deganda. Bo'pti, o'ylab ketib yo'q. Bir ketmedi, bir barda, saqlab tursan barsan. Shunday gap bu. Shundan. Shu ba'zi nomus qilmay, shuni o'ylab qoldim, nomus qildirаш emas ekan u. Nomus qilmadi ashni. Nomus qildirashdan qo'y, nomus qilish bo'ldi. Nomus qilmay qashdim, nomus qilish odamni bekka charchitib. To'xtamay, qanday qilsam. Hozirgi xomush qish nimadan keldi desa, "Aman qanday qilayotgandi? Maminda bor, onun qiz boshqacha, men chuqum gap qilaman. Ana hammasi men to'g'ri gap qilatadi." O'tgan bir gap qilib, bilmaysiz ma'lum. Ko'cha chiqsam hammasi men to'g'ri pichir gap qildi. Kim o? Sen yo'qman, men o'quvchi. Bilmaysiz. Hammasi qarsam men qarablam, nurg'un gapdan qilishdi. Bu degan, mandamda. Hozir o'quvchi hamda, uni to'g'ri kim gap qildi, nimkarundan. Qallis elib olgan gap. Masalan, sizlar o'qiyotgan mazgilingizda bo'ldi bu ish. Ma'lumot birisidan savol so'rab sizdan javob bermagan bo'lsanglar, o'tirsizlar, tugdi. Ammo abalning hissiyati nima bo'ldi bo'lsa, hamma bolalar ash to'g'riliq qarashayotgandek. Ashdan javob bermaganini muzokara qilishadi. U 5ni ko'tarolmaydi emasmi? Qarab. Agar uni sinfdan ash bola yaxshi ko'rgan bir so'qqasi-g'o, bo'ldeva. Shunday qiliblar, qo'ng'iroq chaqgan pet uchib ketadigan. Amaliyotda sizlar ashunda bular bir bola qupida javob beramiz, ash to'g'ri gap qilamsizlar. Ajab javob beramidi-a? Javob beramidi-a? Mana savol javob beramidi-a? Deb 40 minut shu to'g'ri paranshlamsa, unda olmaydi. 3 minutdan unutib qolgan gap. Ammo oning hissiyoti tushsa shunday.